Uyg'urlarning kuchlik va ojiz taraflari. Dunyoda har qanday millatning eng ajallik ojizligi va eng afzal alayidaligi bo'ladi. Shu qatorda biz Uyg'urlarning kuchlik va ojiz taraflarimiz bor. Amerika Markaziy axborot idorasi 2013 yılı 14 may məxfiyetlikni əməldən qaldırğan bir parça dokladda Uyğurlarning oldingi asrning o'ttirlaridagi ahvoli ixcham bayon qilinib, dokladning oxirida Uyg'urlarning yaxshi sifatlari va kuchlik taraflari bilan yomon sifatlari va ojiz taraflari alayda tilga ilingan. Mazmuni tövəndikicha. Uyg'urlarning nurg'un yaxshi sifatlari bor. Samimiylik Uyg'urlarning g'ururi. Ular og'zini nihoyatda oz buzudi. Ular taqdirga bo'ysunib, baxtsizlik omillarini qabul qila oladi. Ammo o'zini yo'qotib qo'ymaydi. Haroqkashlik ularni bezor qiladi. Yuqori o'sim bilan qarz berish cho'ng nomussizlik hisoblanadi. Ular qasam ichganda qo'lini Qur'onga qo'yadi. Ular intayin qizg'in va insonparvar. Ular usul o'ynaganda ayollar tang qatnashidi. Bu tarbi ma'lum darajada Yevropa uslubida. Qur'oniga yetgan Uyg'urlarning eng yaxshi ko'radigan o'yini ulag'da o'g'laq tortishish. Bu ot ustida o'ynaladi. Bu o'yin o'chka yoki qo'yning tenini talishib ilib, manzilga yetkazishni ko'rsatadi. Umuman qilib aytganda, Uyg'urlar do'stona, sabrchan va qizg'in xalq. Ular kulka, parang, muzika, drama, yaxshi g'izolanish, yarmanka va odam ko'p bozorlarni kezishni yaxshi ko'radi. Nachar sifatlari shuki, ular ko'pincha bak tortinchoq, xo'shallikni yaxshi ko'rdi-yu, bexillik qiladi. Jiddiy ahvolda bularga tayanqil bo'lmaydi. Ishchi bo'lish sifati bilan ular kuchlik, ammo o'rin. Ular tamoq yeb bo'lgandan keyin jahondan beg'am holda optob sunib o'tirishni yaxshi ko'rdi. Ular vaqalar toki reallikning to'liq aksicha bo'lg'icha hamma ishning yaxshi bo'ladiganligiga ishonadi. Biroq yomon ish yuz berganda ular biroqla umid uzib, hamma ishning yo'q bo'lganligini va biroqla tugashganligini tezlik qabul qiladi. Axloqiy jihatdan Amerika Markaziy axborot idorasi Uyg'urlarning axloqiy fazilatini bo'libmi rostchilik va samimiylik haqida samimiylik ularning g'ururi deyish orqali muayyanlashtirgan. Garchi muajiratliklarda bu jihatda dal aksicha turli yolg'onchiliklar yamrab ketgan bo'lsa-mu, biroq Uyg'urlarning umumiy gavdasida bu isil fazilat dunyoda oldingi o'rinda turadi. Axloq Uyg'urlarning tabiati bo'yicha aytganda, har kim boshqalarni o'zidek ko'rish, boshqalarning mavjudligini e'tirof qilish va boshqalarning qadr-qimmatini qilish deganlikdir. Demak, axloqli bo'ladigan kishilarning xosligi tug'ma talantining ichilishiga zamin hozirlanadi. Buning bilan millat a'zolarining ro'yati va jismoniyatidan bir xil iqtidor shakllanib, milliy kuch-quvvat maydonga keladi. Axloqning qimmatini boshqa ijtimoiy qimmatlar bilan o'lchigil bo'lmaydi. Bir odamning bilim va talantdagi yetarsizligini axloq jihatdagi ustunlik to'ldirib ketadi. Lekin axloq jihatdagi bir kamchiligini bilim va talantdagi har qanday xarakter to'liqlay olmaydi. Demak, axloq bir xil ustunlik, bir xil kuch hisoblanadi. Axloqning qudrati armiya, bilim, texnika va tashkilotning kuchidan ustun turadi. Bir millatning zaiflashishi yoki gumron bo'lishi siyosiy va harbiy jihatdagi mag'lubiyat yoki iqtisodiy jihatdagi nomrodlikdan emas, balki axloq jihatdagi buzilishdan paydo bo'ladi. Shuningdek, bir odamning hurmat tepishi yoki qadr-qimmatini yo'qotishimi dal shu kishining axloqi bilan munosabatlik bo'ladi. Tarixdan ma'lumki, mayli Uyg'ur millati bo'lsin yoki boshqa millatlar bo'lsin, ularning hammasi axloqda yuksalgan chaqda gullangan, axloqda tushkunlashgan chaqda zaiflashgan. Tarixda G'arb Rim va Sharq Rim imperiyasi, Arab va Paris imperiyasi, Ispaniyadagi gotlar axloqning buzilishidan gumron bo'lgan. Sobiq Sovet ittifoqining yemirilishidagi asosli sabablardan biri axloqning buzilishi edi.
19 asrning va 20 asrning boshlaridagi fransuzlardagi axloqiy buzilishning zinini Fransiya hozirgacha to'ldira olmayotidi. Shuningdek, yaqinqi davrlardan boshlab Uyg'urlar hayotida ko'rilgan o'ng'ishsizlik va chekinishkimi, shundaqla bugungi kunda avj elayotgan xotirjamsizlikmi bir turkum kishilarning axloqdagi aynib ketishi sabab bo'lgan. Bugungi kunda butkul dunyoda avj elib ketayotgan ijtimoiy krizisni hal qilish uchun nurg'un olimlar, fondi jamiyatlar, nashriyat o'rinlari, tadqiqot markazlari hammadan avval axloqni sog'lomlashtirish va mukammallashtirishni murojaat qilyotidi. Shunga raqobatlik va ziddiyatlik bu dunyoda munosib o'rnini tepib, sharaf va g'urur bilan yashamoqchi bo'lgan va o'rnidan dast turmoqchi bo'lgan har qanday bir millat oldi bilan cho'qim o'zining axloqini operatsiya qilishi kerak. İnsaniyetning madaniyat hayotidan ma'lumki, tarixda har qanday bir millat madaniyatning ma'lum bir tarafida alayda yuksalgan. Masalan, Yunonliklar estetikada, Rimliklar huquqda, Germanlar falsafa bilan musiqada, inglizlar iqtisodda, fransuzlar adabiyotda, arablar bilan yahudilar dinda, xitoylar ilm fikirda, turklar, uyg'urlar axloqda oldingi o'rinda turgan. Mahmud Qashqari yana uning ustiga turklar ko'rkam, yiqimliq, ochiq chiroy, adablik, qiyirlarni hurmatlaydigan, va'dasiga vafo qiladigan, oddiy sodda, kamtar, dodil, mard, shuningga o'xshaydigan son-sanoqsiz fazilatlarga ega deb ma'lumot bergan. Boshqirit olimi Azaki Validin tug'anmi Uyg'urlar axloqda mukammal insonlardan bo'lib, samimiy bir madaniy jamiyat tashkil qilgan edi deydi. Haqiqatan Uyg'ur tarixini bir axloq fazilat ko'rgazmasi deyishga bo'ladi. Uyg'urlarning axloqi har qanday bir millatning axloqidan mukammal bo'lib, Uyg'ur turmushining hamma tarafi axloq bilan birlashib ketgan. Ya'ni so'z, harakat, kiyinish, oziqlanish, o'ltiroqlashish, munosabatlashish, tarbiyalanish, ishlab chiqarish, madaniy faoliyat, qoida yo'sin va jamiyat ishlaridagi belgilik qoida tartiblar o'z navbatida yana belgilik axloqiy tartib hisoblanadi. Uyg'urlarning afsona rivoyatlari, qo'shoq, dastonlari, xalq hikoyalaridami axloqni ulug'lash va uni muqaddas bilishdek alohida madaniy ahvol yetakchi o'rinda turadi. Uyg'urlar xarakter jihatda tez hayajonlanib, tez soviydigan xarakterga ega bo'lib, bu xil tipik sapra mijozlik holat, savdo xilitlik dushmani Xitoy bilan bo'lgan halqiliq jang va to'qinishlarda g'alabaga erishtiradigan bo'lsa-mu, biroq sulhi salada mag'lubiyat yo'liga boshlab qo'ygan. Xarakterdagi bu xil tez va tuturuqsiz ahvol xalqimizni, bo'libmi muhojiratdagi Uyg'urlarni osonlik xatolashtirib qo'ydigan ko'p illatlarga duchor qilgan. Oqibat fitna fasodlar va so'z cho'chaklarning ichimizda tez yamrab, o'z ichimizda yig'ishtirg'isiz darajada zo'r ma'lumotchilik teriydiganligiga shohid bo'lib turibdimiz. Shunglashqa xarakterimizdagi bu xil yuzaki hayajon va suyuq ahvolni tuzab, salmoq va tamkin, astoydil va kamtar holatni yetildirmasak, mushu kamtukliklar bizni yana talay balo qazolarga duchor qila oladi. Undan boshqa hammaga yaxshichaq bo'lishga urinish yoki hech kimga yomon bo'lmaslik qarshi bizdagi murassachilik eng'iga yo'shirinib olgan ojizlik, maydonini aniq ifodalashdan qo'rqish, hech kimga yomon bo'lmaslik bizda umumiy prinsipga aylangan. Bu xil pozitsiya bilan vaqti kelganda odamlarimiz ko'rgan kuniga shukr qilib, eng tuvan kapolatga ega bo'lsalar, bizni Xitoyning oldida qurbon qilib etib, yana hayotini davom qila oladi. Shunga bu xil vijdonsiz murassachilik o'zgarishi kerak. Bo'lmasa, oldida mangadigan, millat uchun o'zini qurbon qiladigan odam qolmaydi. Uyg'urlar garchi tarixda Ipak yo'lini ichib, dunyoviy savdo tijorat barpo qilgan, turli ijodiyatlar bilan dunyodagi eng farovon davlatlarni barpo qilgan boy millat bo'lsa-mu, yaqinqi zamonlarda dushmanlar tarafidan 30 nacha qitim so'ygan piyozdek xonvayron qilib etilgachga
boylari va oqso'ngaklari qarallik yo'qtilib, boyliqlari talon-taroj qilinib kelgachga, bu jihatda yahudilardek yuksalalmay qolgan. Shundaqdimi Uyg'urlar ona vatanida cheklik iqtisodiy ahvoliga qaramay, talay mo'jizlik ishlarni va yuksalishlarni barliqqa keltiradi. Muajiratdagi Uyg'urlar iqtisodiy jihatdan ojiz bo'lishiga qaramay, millat suyarligi, o'zini va barliqini millati uchun beg'ishlash ro'yiga tayinib turib, nurg'un ishlarni vujudga chiqarmoqda. Aslida madaniyat asosi shuncha puxta va mukammal bo'lgan bir millat qanday qilib birdilla yot millatlar va yot madaniyatliklarning itoatman royish chakarlarga va sadoqatman qullarcha havaskorlarga aylandi. Nemishqa boshqa millatlarning afzal fan texnika va turlik zamonaviy bilimlarni o'rgandiganlar yo'q deyarlik, aksicha Uyg'urlarga ya bu olamda ya u olamda asqatmaydigan barcha qaloq yoki axloqi buzilib chirib ketgan xalqlarning ma'naviy madaniyat axlatlarini to'xtamay Uyg'ur xalqiga yengiliq deb tarqitidi. Shunga millatni yetaklashda qattiq sagak bo'lish kerak. Uyg'urlarning eng kuchli aloyidaligini kamsitib, yo'q qilib, uning o'rniga eng ajallik ojizliklarni texmi kuchaytiradigan qarg'i kelmas va ziyonliq narsalarni saplash bizni vayron qiladi. Shalliq Uyg'ur madaniyati tarixda utuqliq tadbiqlay olgan nurg'un madaniy ilg'orlikni va xislatlarni burunqi Buyuk Britaniyami tadbiqlay olgan emas. Barcha demokratik xislatlar va insoniyatning eng yuksak madaniyat xurishlari to'pi besib yotmoqda. Butun dunyo texicha diniy erkinlik va ayollar huquqi haqida nazariya jihatdimi o'lchamga to'shadigan saviyaga kelgani yo'q. Aksicha, bundan 1000 yil burun bepoyon vatanimizda hozirgi dunyodagi agash kuchilari eng ko'p bo'lgan dinlar tangli mavjud bo'lib, zamonaviy dunyodagi diniy erkinlik mavjud bo'lgan. Ayollar huquqi yuksak qimmat qarshimizga aylanib, jamiyatga tatbiqlanib bo'lgan edi. Uyg'urlar hozir ichki jihatda o'zining milliy va diniy birikma qimmat qarashlarini tezlikda umumlashtirib, tashqi dushmanga qarshi Makiavellicha kaskin strategiya va Bismarckcha siyosat bilan taqobil turib, o'rnidan dast turib ketishi kerak. Yuzini ko'tarib yurgidak yer qolmagan bir to'plumning inovat va obro'ydan so'z etishi, chidiqsiz xo'rliqqa uchrasimi, o'zini dunyo liderlari chaqlab biljirlash, eng past dushmanning bir asrdak qul qilishiga uchrabmi, yanada xo'rliq his qilmagan, shundaqla jahonning raptoriga boqmay, xalqni iqinga qarshi uzishga targ'ib qilgan nadonlar dal zamonimizdagi Don Kixotlardir. Netanyahu Isroiliyaning yarim asr ichidala barliqqa keltirgan mo'jizlik ishlarini tövendagi jumlaga yig'inchoqlab bergan. Biz davlat qura oldik, ammo uni qo'g'dab qilish uchun kuchlik harbiy kuch bo'lmasa bo'lmaydi. Kuchlik harbiy kuchlar bizning g'albi mevimizni qo'g'dab qala oladi. Ammo kuchlik harbiy kuch g'oyat zo'r iqtisodiy kuchga muhtoj. Biz bu kuchni kishilardan ig'ir boj ilish bilan hal qilgan bo'lsak, kuchiyish tugul tezli vayron bo'lgan bo'lardik. Sovet ittifoqiga qarab beqinglar, iqtisodni erkin qo'yib bermagani uchun shuncha qobil, sanoqsiz olimlar turibmi, yanala yemirilib ketdi. Shunga biz to'xtamay mablag' jalb qildik. Dunyodagi barliq ehtiyojli texnologiya va kashfiyotlarga biz oldin yurish qilib iqtisodiy qimmat yaratdik. Natijada kuchlik iqtisod va kuchlik harbiy kuch bizga kuchlik siyosiy kuchni barliqqa keltirib berdi. Biz mushu kuchlik siyosiy nopuz bilan dunyodagi 160 dan ortiq davlat bilan o'zaro yaqin munosabat o'rnatdik. Xitoy, Hindiston, Qozog'iston va Ozarbayjon qatorliq davlatlarmi Isroiliyaga kelib ketib yuriydi. Mushu 3 putliq birikma kuch bizning O'rta Sharqdagi ishlarimizning o'ngishli bo'lishiga kapolatlik qilmoqda. Ammo yuqorqi 3 moddiy kuch uzoqqa paylamaydi. Uni chirishdan va qo'ldan ketishdan saqlanish uchun bir ma'naviy kuch bo'lishi kerak. Shundala
bu 4 birikme kuchga ega bo'lgan davlat uzoqcha saltanat surib gullanaydi. Qiyomat kunidagi hisobda eng burun ig'ir so'roqqa tortiladigan 3 turli kishilar, olimlar, boylar va jangchilar bo'lib, bu 3 xil odam yuqorida Netanyahu kuchab tashviq qilgan 4 xil yemirilmas kuchga vakillik qiladigan kishilardir. Diniy olimlar va ma'naviy dohilar shu millatning ma'naviy kuchiga vakillik qilsa, uning ichidagi dunyoviy fanlarda va xalqaro munosabatda pishqan olimlar shu millatning siyosiy kuchiga vakillik qiladi. Boylar shu millatning iqtisodiy kuchiga vakillik qilsa, jangchilar shu millatning harbiy kuchiga vakillik qiladi. Endi qarab boqayli. Uyg'urlarning yuqorqi 4 xil kuchiga vakillik qilguvchilar hozir zodi qayerda, nima ish qilyotidi? Javobi to'limi aniq. Vatanda Xitoylar butun kuchi bilan yo'qotayotgan kishilar amaliyotda Uyg'urlarning eng kuchli taraflariga vakillik qiladigan insonlardir.